bugungi darsimizda ko'proq o'sha likvidность haqida. Bunda likvidность напрямую pul oqimi bilan bog'liq. Balansda eng likvid narsa nima? Pul. Ko'rdingizmi? Pul deyapti. Agar pul eng likvid narsa bo'lsa, aylanishga ahamiyati yo'q. Chunki pul baribir tovarga, siryoga kirib ketadi-yu. Bizga muhim narsa likvidность deganda любой payt qanaqadir rasxod, muammo chiqqanda o'shani hal qilish. Biznesda faqatgina pul hal qiladi. Qo'pol qilib aytganda. To'g'rimi? Chunki boshqa narsa, masalan, tovar bera olmaysiz, usluga bera olmaysiz unga muammoni hal qilish uchun. O'shaning uchun likvidность deganda balansdagi aktivlaringiz naskолько likvidностьni tekshiradi. Mana aytaylik, 100 ming pul olib kirsaydi biznesga, hammasiga tovar sotib olsa, tovar haligi muzlagan tovar bo'lsa, sotilmaydigan tovar bo'lsa, likvidность tushib ketadimi? Bo'ldi, уже haligi problema shu yerdan kelib chiqadi. O'shaning uchun kompaniyani likvidностьsi pulda o'lchanadi. Boya kecha ko'rganimizda Apple'da balansida 72 milliard puli bor edi-yu. Bittasi yarimi naqd pulda, yarimi anaqada aksiyalar deydi. Ana o'sha likvidностьni tekshirib beradi. O'shaning uchun likvidность deganda mana biznes problemaga uchrab bankrotство bo'lganda, bankrotstvodan keyin likvidatsiya e'lon qiladi deydi-yu. Likvidatsiya degani hamma narsani sotish. U degani pulga aylantirish degani. O'shanda aktivda misol uchun 1 million narsa bo'lsa, u pulga 1 million bo'lib o'tmaydi o'sha. O 800 ming, 700 ming bo'lib o'tadi. Keyin undan keyin majburiyatlarni qoplashni boshlaydi. Likvidatsiya o'sha likvidностьdan kelib chiqqanda, likvidatsiya qilasiz, keyin u likvidность qanchadir paydo bo'ladi va u qarzlarni yopishga harakat qilasiz. O'shaning uchun likvidlik deganda напрямую pulga aloqador. Likvidность degani. O'shaning uchun bizda birinchi bo'lib pul oqimiga напрямую bog'liq. Bizga birinchi nima kerak? Operatsion pul oqimi kerak. Kecha o'tdik-ku, birinchi operatsion pul oqimi, investitsion va moliyaviy. Nimaga moliyaviy bilan investitsion yo'q desa, opitdan misol deylik. Mana tipa biznesim bor, konsalting, deylik. Yonida misol uchun kursi bor. Ikkalasi ham moliya. Lekin men ikkalasini foydasini, haligi metrikalarni aralashtirmayman. Nega desa, agar ikkalasini aralashtirsam, aytaylik kursim menda foydaliroq bo'lib chiqsa, haligi konsalting biznesim menga ko'rinmaydi anaqasi. Likvidnost boshqa narsalari. U degani, men misol uchun mana oddo qo'ysa, boshida oddoni 10 mingga ham, 12 mingga ham qo'yganmiz-da. Lekin 10 ming qimmat-a, bunday qarasa, normalniy puli. Lekin masalan nimada desiz, protsess внедрения fin-ucheti kamida 3 oy oladi, kamida. Uning uchun klient taraf ham zo'r bo'lishi kerak. Zo'r deganda moliyachilari yaxshi bo'lishi kerak-da. Bizda 12 ming etsa, 3 oyga bo'lsa, bo'ldi, har oyga 4 mingdan keladi. To'g'rimi? Значит, menda kirim 4 ming, rasxodim, arenda, ishchi, balobatlar ketib qoladi. Ketib qolgandan keyin u yo minusga ketib qoladi yoki nolga ketadi. O'shanda mana shu operatsionni деятельностьdan kelgan pulni men yonimdan pul qo'ymayapman, qarz olmayapman yoki aytaylik, haligi mebelimni sotmayapman yoki mashinamni sotib pul olib kirmayapman. O'shaning uchun har doim tadbirkor qanaqa o'ylaydi? Mana shu biznesga pul tiksam, o'zi topib, o'zini qoplasin-da, o'shandan pul qaytsin deydi-yu. Shu hamma pul oqimi operatsion pul oqimiga kirib ketadi. O'shaning uchun bizga operatsion pul oqimi eng kerakli narsa. Hamma shu narsaga e'tibor beradi. Investitsion finansiy u ikkinchi masala. Keyin erkin pul oqimi bor, ya'ni free cash flow deb eshitgan bo'lsanglar, shundoq turgan pul degan nazarda tutiladi. Uni ham hozir ko'rib chiqamiz. Aylanma kapital. Bu working capital deydi ingliz tilida. Working capital ya'ni imminni ishlatadigan pulingiz biznesda. Kecha aytdim, mana 1 million pul olib kirib 900 ming oboronaga tiksa, working capital 1 million emas. Nega desa, imminni ishlaydigan pul qancha desa, 100 ming bo'lib qoladi. Pulli zaxirasi degan narsa bor, cash runway va bizda o'lchanmaydi. Ko'pincha mana bugundan boshlab siz приходingizni примерно bilasiz. Mana kitobdagi hamma narsa bor, qanaqa yozilgan? Stabilniy biznes uchun yozilgan. To'g'rimi? Agarda o'ynasa, u nestabil holatga unga отдельный yondashuv bor. Moliya shunaqa narsaki, biznes modeliga, situatsiyasiga qarab yondashuvni o'zgartiraveradi. Chunki bitta narsa hammaga ishlamaydi. Endi aytaylik, stabil biznes bo'lsa, tasavvur qiling, qanchadir pul topasiz, qanchadir rasxodingiz bor. Minus qilsangiz, plus chiqish kerak. O'sha plus chiqmasdan minus chiqsa, kassada o'sha kundan hisoblaganimizda qanchadir pul bor, o'shani ishlatishni boshlaymiz. Mana 1-iyun, 1-may kuniga kassamizda 200 ming dollar bo'lsa va keladigan daromad rasxodda minus qilsa, minus chiqsa 200 mingdan minus bo'ladi-da. Shunda nima kerak bo'ladi bizga desa, shu holatda necha kun yasha olayman yoki necha oy yasha olayman deydigan narsa.
u degani siz bugun решение qilganingiz bilan bugun effekt bermaydi. Nimaga desa, chunki birovga borib turib savdoingizni 10x oshira olmaysiz. Sen 10 barobar ko'proq olgin desangiz qilib bo'lmaydi. U решениyaga qancha vaqt ketishi, qanaqadir muddat vaqt olganligi uchun siz kamida qancha meni limitim bor yashashga deydigan narsani o'lchashingiz kerak. O'sha cash runaway degani pulim qanchada tugab qoladi va nol bo'lib qolaman. U yog'iga bo'ldi, puli yo'q degani. U minusga kirasiz. U pulingiz yo'q bo'lsa hech narsa qila olmaysiz-da. U qiyin. U qarz olishingizga to'g'ri keladi. O'sha likvidlik xavfi va pul yetishmovchilik sabablari, ya'ni hamma degan muammo, o'shani kassaviy razriv deydi-yu, o'sha masala. Xo'p, bizda o'sha birinchi kecha o'tganimizda operatsion pul oqimi, ya'ni formulasi, biza operatsion pul oqimini qanaqa deb aytdik? Hamma biznesdan keladigan foydalar, ya'ni daromadlar, biz nima qildik? Sof foydani ol deydi, ya'ni bilvosita metodologiya bo'yicha sof foydani olib, amortizatsiyani tiqdik. Sababi pulga taalluqli narsa emas. Keyin oy davomida o'zgarishlarni tiqib chiqdik. Uni ichiga yana nima kirmayapti desa, masalan, mebel sotib olganligingiz, qayergadir investitsiya qilganligingiz. Chunki mana investitsiya qilish deganda sizlar bilinglar, ko'p savol bo'ladi shu narsa tadbirkorlarda, ko'p ish qiladi. Misol uchun keladida aytadi, menda cho'ta pul yaxshi topmayapman deydi. Uni ko'tarsangiz, ichida nima bo'ladi? Topgan pulini shu biznesdan olib chiqib boshqa biznes qilishni boshlaydi. Mana moliyada eng muhim narsa mana shu narsada boru, prosta tak bo'lish kerak emas. Chunki xalqaro tarafdan o'ylasak, mana bizda tekin pullar bor. Misol uchun boradi, adasidan oladi, unisidan kimdandir iltimos qiladi. Kitobda unaqa metodologiya yo'q. Nega desa, chunki ular o'ylaydiki, hech kim pulni tekinga bermaydi-yu deydi. Misol uchun o'zimning logikasi mana bu tekinga pul bermaysiz-ku. Misol uchun begona bo'lsa bermaysiz. O'shaning uchun hamma narsa shuni ustida quriladi. Endi biznesdan biznes egasi pulni olib chiqib boshqa biznes qilsa, boya ana kuni kecha aytganimdek, bu biznes cho'nchagi bilan biznes egasining cho'nchagi vaqti отдельный narsa. Uni vaqti aralashtirish kerak emas, to'g'rimi? O'shaning uchun pul bunga tiksangiz, bu manfaat topish kerak u investitsiyadan. O'shaning uchun men birinchi bo'lib so'rayman. Agar bu pulni, ya'ni bu ikkinchi biznesni bu finansировать qilyaptimi deyman. Или же siz pulni dividend qilib olib chiqib, o'zingiz отдельный biznes qilyapsizmi deyman. Keyin o'shanda so'raydi, nima manfaat bor deydi. Qarang, agarda o'zingiz olib chiqib ketsangiz va unga pul tiksangiz, ikkalasidan foyda keladi-yu. Foyda kelayotganda siz uni solishtirib o'zingiz bilasiz, qaysi biri yaxshi, qaysi biri yomon. Agarda kompaniya bunga pul tiksa, men aytardimki, foiz masalasida emas, bunga sherik qiling derdim. Qanaqa ma'noda desa, 100 ming pul tikdimi, 100 mingdan u mashta topilgan foydaga, misol uchun 20% ga 5% ga sherik deydi. O'shan oling. Nega desa, agarda 100 mingni olib chiqib ketmaganingizda bu pul topardi-yu bu yerda. Endi savol, 100 mingni bu yerda aylantirsak qancha pul topamiz, bu yerda aylantirsak qancha pul topamiz? To'g'rimi? Agarda aytaylik, bu ko'proq pul topyapti, 100 mingdan, bu kamroq pul topyapti. Lekin 100 mingni bunga berib, 20% ulushni olganida keladigan pul bu yerda topadigan puldan kam bo'lishi mumkin. U ham nevigidneydi bu uchun. Ya'ni har xil o'ylab ko'rish kerak-da. Bitta biznes egasi bo'lib o'ylab ko'rasiz, bitta biznes o'zi bo'lib o'ylab ko'rasiz. To'g'rimi? Chunki hamma nima deydi, taraflar o'zi aslida mustaqil, individual taraflar-da ular. Biz prosta biznes egasi buniki deganligi uchun manfaatlari bitta deb o'ylaymiz-da, lekin o'zi manfaatlar har xil. O'zi aslida nimaga desa, bu o'zini o'ylash kerak, bu o'zini o'ylash kerak. Pulni chiqarib boshqa joyga tikib оборот qilish maqsadi bu yerda ko'proq pul topish bo'lgani bilan bu shundan manfaat ko'rish kerak. Bo'lmasam o'tga ketib qoladi. Agar shu narsani qilganingizdan keyin siz biznes egasiga tushuntirib berishingiz kerak. Men tushuntirib beraganimda. Mana bu biznes o'zi yaxshi pul topardi, lekin siz pulni olib chiqib antga tikkaningiz uchun bu endi o'tdan sherik qilgansiz 20% foyda bu yerga kelyapti, lekin eskidan kamroq. Nega desa, chunki o'zi aylantirganda ko'proq topardi. Lekin siz o'sha yerda qoldirganingiz yaxshi. Endi maslahat mana bunaqa. Men maslahatni biznesga beraman, ikkinchisi tadbirkorga beraman. Yo'qmi? Ikki xil maslahat beraman-da. Bu решение bu biznes uchun yomon. Nega desa, kamroq pul topyapti. Lekin siz uchun bu yaxshi. Nega desa, chunki ikkalasini savokupni qo'shsangiz, u ko'proq pul topadi. To'g'rimi? Ya'ni biznesni pulni bu yerdan olib chiqib bu yerga tikkandan keyin, bu yerda ko'proq pul topgandan keyin ikkalasidan ham oladi-yu, qo'shganingizda ko'proq bo'laveradi. O'shaning uchun решение siz uchun to'g'ri, bu biznes uchun noto'g'ri. Mana shunaqa narsa.